Kichik yoshdagi bolalar uchun ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, ularning xavfsizligi va madaniyatini shakllantirishga yordam beruvchi eng yaxshi kitoblar. Har bir kitob bola ko'nik odatlarni o'rganishi uchun mo'ljallangan quvnoq va rangli rasmlardan iborat. Bu kitob to'plami ikkiga bo'linadi: uy ichi odoblari va ko'cha odoblari. Uy ichi odoblari quyidagilarni o'rgatadi: uyquga yotish odatini o'rgatadi. Tish yuvishning ahamiyatini tushuntiradi. Mustaqil ovqatlanishga o'rgatadi. O'zini kiyinishga rag'batlantiradi. Vannada yuvinishni oson va qiziqarli ko'rsatadi. Pampersdan hojatxonaga o'tishga yordam beradi. Bu kitoblar yordamida bola o'yin orqali mustaqil bo'lish, gigiyena qoidalariga amal qilish va kun tartibini joriy qilishga odatlanadi. Ushbu kitoblar to'plami bolalarga xavfsizlik qoidalarini o'rgatishga mo'ljallangan. Har bir kitobda turli mavzular yoritilgan. Ko'cha odoblari qoidalariga quyidagilar kiradi. Uyda xavfsizlik odoblari bolalarga uyda xavfsiz muomala qilishni o'rgatadi. O'yin maydonchasida xavfsizlik o'yin maydonchasida o'zini qanday tutish kerakligini o'rgatadi. Ko'cha kesish va harakat qoidalari yo'l harakati qoidalarini o'rgatadi. Shaxsiy chegaralar tanaga tegmaslik va o'zini himoya qilishni o'rgatadi. Ko'chada yurish qoidalari do'konga chiqqanda yoki ko'chada yurganda xavfsiz yurish qoidalarini o'rgatadi. Bog'cha xavfsizligi bog'chadagi xavfsizlik qoidalarini tushuntiradi.